Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik nazoratni asoslari. Demak, rejalarimiz 3 tadan iborat. Pedagogik nazorat tushunchasi va uning asosiy vazifalari, nazorat usullari va ularning maxsus fanlardagi roli va nazorat natijalarini baholash va o'qitishni takomillashtirish. Pedagogik nazorat tushunchasi. Pedagogik nazorat ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. U o'qituvchilarning faoliyatini nazorat qilib, baholash va takomillashtirish uchun mo'ljallangan. Maqsadlari o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, bilim va ko'nikmalarni to'g'ri baholash, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yordam berishdir. Vazifalari esa o'qitish jarayonini samarali qilish va pedagogik jarayonni nazorat qilishdan iborat. Pedagogik nazoratning asosiy vazifalari: o'quv jarayonini monitoring qilish. O'quv jarayonini monitoring qilish ta'lim sifatini nazorat qilish va muammolarni erta aniqlash uchun muhimdir. Bu jarayon orqali o'quvchilar va menejment jarayoni hamkorlikda baholaydi va takomillashtiradi. Ikkinchisi, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Bu shuningdek, o'qituvchilarning faoliyatini tahlil qilish va individual yondashuvlarini rivojlantirish uchun zarur. Uchinchisi, o'quvchilarning faoliyatini nazorat qilish. O'qituvchilarning faoliyatini nazorat qilish ularning samaradorligini oshirish va professional rivojlanishga yordam beradi. Bu uchun darslarni kuzatish, baholash va fikr-mulohazalar berish muhim ahamiyatga ega. Pedagogik nazorat va o'qitish sifatini ta'minlash. Pedagogik nazorat o'qitish jarayonida ta'lim sifatini oshirishda muhim vositadir. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, motivatsiyasi va muammolari aniqlanadi. O'qitish jarayonida nazorat nafaqat baholash, balki rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Samaradorlik baholanadi va o'zgarishlar kiritiladi. Pedagogik nazorat va o'qitish samaradorligi orasidagi bog'liqlik kuchli, ta'lim sifatini oshirishda asosiy omildir. To'g'ri nazorat natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik nazorat ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita. Uni samarasini oshirish uchun doimiy nazorat va baholash jarayonini rivojlantirishimiz zarur. Nazorat natijalarini baholash. Nazorat natijalarini baholash jarayoni o'qitish sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Baholash orqali talabalar va o'qituvchilar o'z faoliyatini tahlil qilib, kamchiliklarni aniqlab, ularni bartaraf etishga harakat qiladilar. O'qitishni takomillashtirish usullari. O'qitishni nazorat natijalaridan foydalanish strategiyalari. O'qituvchilar uchun amaliy takliflar va metodlar. Yakuniy misollar va amaliyotlar orqali o'qitishni rivojlantirish. Demak, xulosa qilib, maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik nazoratning maqsadlari va vazifalari qisqa yoritildi. Bu jarayon o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash, o'qitish sifatini oshirish, muammo yuzaga kelganda uni aniqlash uchun muhimdir. Pedagogik nazoratning o'ziga xos xususiyatlari, zamonaviy talablarga moslashuvi, usullari va baholash jarayoni muhim ahamiyatga ega. Bu metodlar o'qituvchilarga darslarni samarali tashkil etish va o'quvchilarning rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Natijalarni tahlil qilish va ularni o'qitishni takomillashtirishdan foydalanish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.